Edubaza tizimida qanday qilib o'yin yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz savol to'plamlarini yaratishimiz kerak. Savol to'plamini qayerdan qilamiz? Interaktiv o'yinlar degan bo'limga o'tamiz. Interaktiv o'yinlarda mana shunaqa bizda o'yinlar turibdi. Tepada o'yin yaratish degan tugma bor. Mana shu tugmani bosamiz va qaysi turdagi o'yin yaratmoqchiligimizni tanlaymiz. E'tibor bering. O'yinni bitta turda yaratgandan keyin uni boshqa turlarda ham o'ynash mumkin. Lekin yaratayotgan paytida bitta asosiy tur tanlash kerak bo'ladi. Masalan, sirli quti yaratishni bosamiz va biz bu yerda o'yinni nomini kiritamiz. Ahamiyat bering, o'yin nomini kiritayotgan paytda shunchaki arqon tortish yoki sirli quti deb emas, bu savollar qaysi mavzuda tuzilyapti, o'sha mavzuni kiritgan ma'qul bo'ladi. Masalan, O'zbekiston shaharlari degan mavzuda kiritmoqchi bo'lamiz. Qisqacha izoh yozish mumkin. Bu savol to'plamida demak shu mavzularni o'z ichiga qamraydi yoki bo'lmasa shu yoshdagi bolalar uchun deyish mumkin. Bu ixtiyoriy izoh qismi. Masalan, O'zbekiston shaharlarini o'rganamiz deb yozib qo'ydim. Endi fanni tanlash mumkin. Odatda agar tuzilayotgan savol to'plami ma'lum bir fanga tegishli bo'lsa, bu fanni ko'rsatganingiz ma'qul. Shunda bu o'yiningizni boshqa ustozlar ham o'yna oladi, fan bo'yicha topa olishadi ular. Biz keling fan tanlaymiz. Geografiya bo'lsin bu. Mana, geografiya fani o'zbekcha va geografiya adashmasam 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflarda mana 8-chi, 9-chi sinflarga qo'ydim va davom etishni bosamiz. Mana bu eng asosiy bizda savol qo'shadigan oynamiz. Bu yerda bizda hozir 4 ta turdagi savol qo'shish mumkin sirli quti o'yinida. Birinchisi test. Demak, savol yozamiz. O'zbekiston poytaxti qaysi shahar? Javob variantlarini kiritishimiz kerak. Eng kamida 2 ta variant bizda bo'lishi kerak. 3-chi, 4-chilar ixtiyoriy. Ya'ni 4 ta variant kiritish mumkin, lekin 2 ta kiritish majburiy. Keling yozamiz. Toshkent Samarqand, Jizzax, Andijon. To'g'ri javobni belgilab ketamiz. Mana shunaqa. Va eng muhim joyi, har bitta savolga va javobga biz rasm biriktira olamiz ham. Masalan, bu joyda bosamiz, rasm qidirish oynasi chiqadi. Bu ikkalasini ixtiyoriy tanlashingiz mumkin. Ikkita xil tizimdan rasm izlaydi. Masalan, bu joyda biz qidirishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston deb turib, mana. Hamma so'rovlarga javob chiqmasligi mumkin, chunki bu yerda ma'lum bir biblioteka bor, lekin agar biz umumiy narsalarni izlasak, masalan mana city deb yozdim, shahar degani, shahar deb yozsam ham xuddi shunaqa shaharlar chiqishni boshlaydi mana. O'zbekchasiga ham qidirib ko'ramiz, shahar deb. Mana, xuddi shunaqa demak shaharlar chiqishi mumkin bo'ladi. Keling birortasini qo'yib ketamiz hozir. Masalan, mana shuni qo'yib ketamiz. Mana. Va keyingi savolni qo'shamiz. Bu joyga biz yozamiz. Tog'li hududlar joylashgan viloyat deymiz. Masalan, bu yerga yozsak bo'ladi mana. Andijon, Surxondaryo deb. Va bu yerga ham xuddi shunaqa rasm biriktirsak bo'ladi. Masalan, tog'lar yozib ko'ramiz. Nima chiqar ekan? Xo'p, agar bittasi chiqmasa, ikkinchisini yozib ko'rsak bo'ladi, tog'lar deb. Yoki inglizchada o'zi to'g'ri yaxshi qidiradi, lekin o'zbekchada ayrim so'zlarni topa olishga qiynalishi mumkin. Masalan, olma deb yozsam, mana natija chiqadi bemalol. Yoki banan deb yozsam ham natija chiqadi bemalol. Lekin inglizchada yozsangiz aniq chiqadi. Masalan, mountain deb yozsam inglizchasiga mana tog'lar chiqadi. Xuddi shunaqa rasm qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va savol turlarida ham boya ko'rganimizdek farq qiladi. Masalan, hozir biz test kiritdik. Keling, endi yana bitta boshqasini kiritib ko'ramiz. Ha, yo'q. Ya'ni bu yerga biz yozamiz. Poytaxt Toshkentmi degan savol beraman. To'g'ri yoki noto'g'ri deb qo'yaman javobini. Poytaxt Toshkentmi? To'g'ri. Keyingi savol.
ochiq savol. Ochiq savolda nima qilamiz? Biz shunchaki savol beramiz va bu yerga javobini yozib qo'yamiz. U test hisoblanmaydi. Unga o'quvchi javob berish kerak bo'ladi o'yinda. Masalan, aytaylik, Sirdaryo viloyati markazi qaysi shahar? Bu yerda javob variantlar yo'q. Biz faqatgina Guliston deb turib bitta javobni o'zini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va keyingisi bu ko'p javob. Ko'p javob degani nima degani? Biz bitta savol beramiz. Masalan, O'zbekiston shaharlarini toping. Va bu yerga biz yozamiz. Masalan, Buxoro, Parij, Xiva, London deb. Va bu yerda biz buni va buni to'g'ri javob sifatida belgilab qo'yamiz. Hozir mana 5 ta savol qo'shdim, ahamiyat beramiz. Endi buni nashr qilish uchun menda eng kamida 15 ta savol kerak. Hozir bu 5 ta bo'ldi. Bu degani o'yin hozir saqlandi savollarning hammasi, lekin bu faqat meni o'zimda ko'rinadi. Saytda hammaga ko'rinishi uchun va istalgan joyda siz O'zbekiston shaharlarini izlab turib kirib mana shu o'yinni o'yna olish uchun 15 ta savol qo'shishingiz kerak. Shunda saytda ko'rish mumkin bo'ladi. Shunga qaramasdan bu o'yinni mana nazar qilib chiqdim. O'ynash mumkin. 5 ta savol bilan ham. Mana bu joyga qarasak, mana savollar soni 5 tagina va mana bu joyda o'yin rejimini tanlash orqali boshqa o'yinlarda ham o'ynash mumkin. Sirli qutida boshlab ko'ramiz. Mana ochamiz. Mana shunaqa chiqadi. Jarimalar, turli xil bonuslar bor. Xo'p, tog'li hududda joylashgan viloyat Surxondaryo, Andijon ekan. Sirdaryo viloyat markazi qaysi shahar? Bu yerda o'quvchi javobni aytadi og'zaki, Guliston deb, keyin uni siz tekshirasiz va to'g'ri aytdim, noto'g'ri aytdim belgilasangiz, shunga qarab ball berishni boshlaydi. Mana shunaqa. To'g'ri. Xo'p, bonus ballar beradi jamoalarga. O'zbekiston poytaxti Toshkent, to'ppa-to'g'ri. Va O'zbekiston shaharlarini toping. Biz bu yerda Buxoroni va Xivani tanlaymiz. To'ppa-to'g'ri. Ajoyib. Va xuddi shu o'yinni mana bu joyini bosish orqali o'yin rejimini o'zgartirib, boshqa o'yin turlarida ham o'ynash mumkin bo'ladi. Endi va eng muhim yana bitta joyini ko'rsataman. Bu mana shu o'yinni PDF material sifatida yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir so'ralgan savolni biz masalan test sifatida yoki anagram yoki crossword sifatida yuklab olishimiz mumkin. Test sifatida yuklab ko'ramiz. Barcha savollar 4 ta yuklab olishni bosamiz. Va bizda tayyor PDF hosil bo'ldi. Mana shunaqa PDF. Buni yaqinlashtirib ko'rsak, mana bizda bunaqangi savollar PDF ga joylashtirib berdi. Hozir 4 ta bo'lgani uchun kamroq joylashdi, lekin siz agar 15 ta savol tayinlasangiz, mana shu sahifa savollar bilan to'ladi. Mana. Bu yerda javoblar turadi. Mana. Va buni tarqatma material sifatida ham o'quvchilarga bemalol berish mumkin. Bitta savol to'plamini siz ham o'yin qilib o'ynata olasiz, ham uni yozma ish topshiriqlari qilib ham ishlata olasiz. Xo'p, demak, o'yinlar bo'yicha asosiysi shular edi. O'yinlar sahifasiga o'tgan paytingizda, sirli hududlarga o'tgan paytingizda har doim mening o'yinlarim degan joyda sizni o'yiningiz turadi. U qoralama statusda turibdi, chunki 5 ta savol bilan buni nashr qilish imkonsiz. Agar siz 15 ta savol qo'shsangiz, bu administratsiyaga, moderatsiyaga jo'natiladi va uni biz tasdiqlab yuboramiz 1 kun ichida. Shunda o'yiningiz hammaga ko'rinishni boshlaydi.